Muhtaram azizlar, ushbu katta jamoatda bugun aytadigan yana bir masalamiz, har birimiz yaratgan Parvardigorimizni, Alloh taoloni tanimog'imiz darkor. Alloh taolo o'zini bizga Qur'oni Karim orqali qanday tanitgan bo'lsa, Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Allohni qanday bizga tanitgan bo'lsalar, Allohni shundoq tanimog'imiz darkor. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu dini hanifni, pokiza shariatni bizga qanday yetkazgan bo'lsalar, bu pokiza dinni shunday qabul qilmog'imiz darkor. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa deb marhamat qiladi. Ey mo'min musulmonlar, to'laligicha mo'min bo'linglar. Ey iymon keltirganlar, to'laligicha musulmon bo'linglar. Shariatni amallariga, ahkomlariga amal qilinglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bu pokiza din dunyo va oxiratimizni obod qiladi. Bu pokiza din bizlarni hayotimizni, iqtisodiy, ijtimoiy, e'tiqodiy hayotimizni pok qilib, bizlarni baxtiyorlikka yetaklaydi. Himmatni oliy qilmog'imiz, himmatni ulug' qilmog'imiz darkor. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu quyidagi hadisni rivoyat qiladilar. Qala Ibrohim ibn Muhammad al-Fazari an al-Awza'i an Yahya ibn Abi Kathir an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala bayna yaday as-sa'a fitan كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا القليل. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar, qiyomat yaqinlashsa fitnalar ham urchiydi. Tunning zulmatiga o'xshab fitna ko'p joyni o'rab oladi. Shu darajada bo'ladiki, musulmonni ko'rasiz, kishini ko'rasiz, tunda tup-tuzuk musulmon tong ottirgunicha kofir mutlaq bo'ladi. Ba'zilarini ko'rasiz, tongda musulmon edi, tunda uchratsangiz kofir bo'ladi. Kofirga aylanib qoladi. Bu dinini arzimas dunyo matohiga almashtiradi deb Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar. Hazrati Payg'ambar alayhissalom bizlarni ogohlantiryaptilar. Qiyomat yaqinlashsa fitnaning turini ko'payishidan. Ya'ni zulmat kelsa hamma joyni qoplab oladi. Uyni ham, daraxtni ham, boshqa joyni ham. Qiyomat yaqinlashsa fitnaning xillari ko'p bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning gaplariga quloq solyapmiz, demak fitna ko'p bo'lyapti. Eshitdik, iymon keltirdik. Payg'ambar alayhissalom aytayaptilarki, o'ynashmanglar. Fitna shunday ko'payadiki, tup-tuzuk bir insonni ko'rasan. Ertalab mo'min musulmon edi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb yurgandi. Tunda ko'rasanki kofir bo'lib qolibdi. Dindan qaytibdi. Xudodan yuz o'giribdi. Bir kun demak uni mehvaridan o'qidan chiqardi. Ba'zisini ko'rasan, tunni avvalda mo'min, musulmon, solih inson, ertalabga borib qaraysan, kofir bo'libdi. Ya Rasululloh, nima bularni o'zini o'qidan chiqaradi? Nima bularni o'zini mehvaridan chiqaradi? Nima bularni dindan voz kechishlikka bunchalik tez sabab bo'ladi? Payg'ambar alayhissalom oxirida buning sabablaridan bittasini aytdilar. Yabi'u ahadahum dinahu bi'aradin min ad-dunya al-qalil. Ularni ko'psi deydilar Payg'ambar alayhissalom. Shu holatga tushadiganlarning ko'plari dinlarini kamgina dunyo matohi evaziga almashtiradilar. Dinini sotib yuboradi. Din odamizotni qo'ldagi cho'qqa o'xshaydi. Odam cho'qni ushlab biladimi? Yo'q, qo'liga cho'q tushdik tashamoqchi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, dinini ushlab turgan odam cho'qni ushlaganday bo'ladi. Qobil ala dini, qobil ala jamra. E'tiqodda adashmaylik. Mo'min musulmonlikda sobit turaylik. Iymonning barcha amallariga amal qilaylik. Bugungi kunda oxir zamon bo'laversa, dunyoga muhabbatimiz oshib boraveradi. O'zimizni yaxshi ko'rishga bo'lgan muhabbatimiz oshib boraveradi. Bu dunyoga yopishimiz oshib boraveradi. Ka'annama akhlada al-ard. Bu dunyoda abadiy bo'lishlikni istaymiz. 90 ga kirsak ham, 100 ga kirsak ham hali Xudoni tanish yo'lda emasmiz ba'zimiz. Alloh taolo panoh bersin. Umrni kim biladi? Allohning o'zi biladi. Juda ko'p masalalar bo'ladi.
Juda ko'p savollar odamizotni hayrat vodiysiga sho'ng'diradi. Domla, qaysi ish savdoga kushoyish beradi? Qaysi ish ishimni oldini ochadi? Qaysi ish zavodimni yurishlikka sabab bo'ladi? Qaysi ish dushmanimning yer bilan yakson bo'lishligiga sabab bo'ladi? Qaysi ish kushoyish beradi? Qaysi oyat baxtimni ochadi? Qaysi oyat farzand keltiradi? Faqat savol shu dunyo to'g'risida. Savdoga baraka, ishga baraka, korxonaning yurishiga baraka, dushmanning yo'qolishiga baraka. Faqat savol shu dunyoda. Hozir chiqib shunday aytsamki, kimiki Fotiha surasini 111 marta o'qisa, savdosi peshindan keyin yuguradi desam, hamma o'qiydi, Alloh panoh bersin. Hech kim so'ramaydi. Qayerda yozilgan bu? Payg'ambar alayhissalomning aytganlarimi bu? Qayerdan? Ya falonchi Ahmad, Madinadagi falonchi Ahmad shayx, Rahmat shayxdan eshitgan ekan, shu ishni qilgan ekan, savdosi yurishibdi. Bittasi 110 marta o'qigan ekan, savdosini oxiri sal o'xshamay qolibdi. O hadisda kelganmi? Shariatda kelganmi? Hech kimning ishi yo'q. O'qimang buni, shariatda kelmagan bu son desa, endi mabodo kelgan bo'lsa deydi. Dunyo uchun Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobiylarining savollariga ham bir qaraylik. Ya Rasululloh, dullani ala amalin yudkhilnil janna va yub'iduni anin nar. Ya Rasululloh, bir amalni menga aytingki, jannatga meni yetaklasin, do'zaxdan meni qaytarsin. Ya Rasululloh, ya Rasululloh, bir ayol payg'ambar alayhissalomning oldilariga keldi. Ey Allohning rasuli dedi. Inni usra va atakashaf. Ud'u Alloha li an yarfa'a minni hadha al-bala. Ey Rasululloh, men hushdan ketaman. Tutqanog'im bor, epilepsiyam bor. Tutqanog'im tutsa, beixtiyor yiqilaman, beixtiyor kiyimlarimni yechib tashlayman. Ya Rasululloh, duo qiling, Allohdan so'rang, Alloh menga shifo bersin. Payg'ambardan so'rayapti. Payg'ambar alayhisalom to'pa-to'g'ri Allohdan so'raydilar, Alloh duolarini ijobat qiladi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, to'xta dedilar. Xohlasang duo qilaman, yaxshi bo'lasan. Sahobiylarning oddiy bir sahobiyga bo'lgan munosabat, uning nomi ham ma'lum emas, kimligi ham ma'lum emas. Tarix kitoblarida u ikkinchi kelmagan ham. Bitta oddiy chekkada turgan masjiddan uzoq bir sahobiya, ayol, o'zi ham tutqanoq. Xohlasang duo qilaman, Alloh taolo senga shifo beradi. Lekin boshqa yo'li ham bor. Xohlasang sabr qil, jannat bilan Alloh seni mukofotlaydi. Tamom. Sabr qil, jannatni Alloh shuni evaziga beradi. Ayol aytdi, sabr qilaman ya Rasululloh. Tamom, so'ramasdan, o'ylamasdan sabr qilaman, mayli. Tutqanoq bo'lsa bo'lsin sabr qilaman. Lekin ya Rasululloh dedi. Qarang, sahobiyani qaraylik, o'rnak olaylik. Ya Rasululloh dedi. Xudodan so'rab bering. Tutqanog'im tutgan paytga avratim ochilmasin. Avratni o'zi ko'z-ko'z qilib ochib yurgani yo'q. Avratini odamlarga o'zi beixtiyor maftun qilib nazarlarini qarab noto'g'ri ishga yurgani yo'q. Duo qiling, hatto tutqanoq tutgan paytimda ham avratim ochilmasin. Ammo tutqanoq tutgan paytda uni avrati ochilsa, u gunohkor bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom duo qildilar. O'shandan keyin tutqanoq tutardi, lekin avrati ochilmasdi. Biz ertaga kech so'raymiz. Savdoga kushoyish beradigan biron oyati yo'qmi? Alhamni o'qing. Tamommi dedilar. Siz alhamni bilasizmi? Alhamdulillah desak, Alloh dunyo va oxiratimizni obod qiladi. Hammamiz ba'zida kulamiz, ba'zida hey deymiz, yuzimizga tabassum keladi, lekin qalbimizda hammamizga dunyo muhabbati g'olib. Ba'zi odamlar bugungi kunda yangi gaplar. Nima gap? Yosin surasini 44 marta o'qisangiz tamom. Shu yurmay qolgan ishingiz yurishadi. Inna fatahna 80. Qayerda yozilgan bu? Siz payg'ambarmisiz? Yo payg'ambarlik davongiz bormi? Bu ishni aytish uchun yo jinni bo'lish kerak, yo payg'ambarlik davosi bo'lish kerak. Qanday bu?
oyatlar bilan ham o'ynashamizmi? Ilohiy kalom bilan ham o'ynashamizmi? O'qiylik, 100 marta o'qiylik va hokazo, sanoqsiz o'qiylik. Shariatga bu narsalarni qilmaylik. Oxiratni ham so'raylik. Sahoba-i kiromlarga o'xshaylik. Ya Rasululloh, meni duo qiling. Bir meni duo qiling. Nima deb duo qilay? Nima deb duo qilaysan? Senga Xudodan nima so'rab beray? Uridu murafaqataka fil janna. Jannatda siz bilan birga bo'lishni Allohdan menga so'rab bering. Ana mukofot. Ana mukofot. Uy, xonadon, zavod, fabrika hammasini Xudo berdi. Sufyon Savriy aytadilar: odamizotni qalbiga namozda nima kelsa, Alloh taolo u bandaga o'shani muhayyo qiladi deydilar. Namoz o'qiyotgan paytimizda qalbimizga nima kelsa, Alloh taolo o'sha narsani bizlarga berar ekan, muhayyo qilar ekan. Qalbimizga nima kelyapti? Namozni o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh sharti olamiz. Xotinga uni olish kerak, bozorlik qilish kerak, bu bolamga u narsani olib qo'yish kerak. Qo'yamiz, yana boshqa namozni niyat qilamiz. Qalbda o'sha, qalbda dunyo, qalbda katta narsani niyat qilaylik. Alloh taologa bu dunyo nima bu? Bitta mashina yo, bitta hovli yo, bitta koru, bitta nima bu Xudoga? Alloh ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo Madina-i Munavvarada hech narsasi yo'q sahobalarga butun dunyoni berdi. Butun dunyoni berdi. Qaysar va Kisra va hammasi bularning oyog'iga tiz cho'kdi. Hazrati Umarning yostiqlari tuproqdan edi. Bolishlari tuproqdan edi. Butun dunyo bo'ysungan zot nima uchun? Ko'rinmasdi bu dunyo bir narsa. Qalb buyuk narsalarni so'ragandi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom dedilar: Tamutun kama tahyawun va tub'asun kama tamutun. Bilib qo'ying ey ummat. Qanday e'tiqodda, qanday g'oyada qalbingiz nimada bo'lsa, o'shanda vafot qilasiz. O'sha ishda vafot qilasiz. Qalbingizda buyuk ishlar bo'lsa, qalbingizda ibodat bo'lsa, Alloh muhabbati bo'lsa, Alloh muhabbatiga vafot qilasiz. Qalbingizda o'sha dastgoh, o'sha narsa bo'lsa, o'shani ustiga o'lamiz. Alloh panoh bersin. Nima e'tiqodda yashasangiz, o'sha e'tiqodda o'lasiz. Qanday o'lsangiz, o'shanday tirilasiz dedilar. Qanday o'lsak, o'shanday tirilamiz. Mana shunga diqqatli, e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo rahmat qilsin. Bobolarimizni Buxorodan bir mashhur Orif bobo Masnaviyxon bor edilar. Orif bobo bor edilar. Buni keksa avlod vakillari biladilar. U kishi nihoyatda kuchli xotira egasi edilar. Bir she'r o'qisalar, bir soat o'qirdilar. Mashrab bedil Rumi, Sufi Olloyor, o'zbekcha, arabcha, forscha darasaga kirganmiz 91-yil. Bir kun biz Xo'ja Zayniddin masjidiga namoz o'qishga bordik. Bobolar hammalari o'tiribdilar. Namozdan keyin birov duo qilyapti. U duosida shu narsalarni so'rayverdi. Masjidimizni to'sini yo'q, Parvardigor to'sin bergin. Masjidimizni yangi to'shak bilan to'shashni nasib qilgin. Masjidimizga u bergin, bu bergin. Endi o'sha payt 90-yillar nihoyatda masjidlarning ahvoli og'ir. Orif bobo shunday qo'llarini duodan tashadilar. Dedilar. Familiyasini aytib. O'zing o'qiganing 2 rakat namoz dedilar. Xudo seni amakivachchang bo'ladimi? Uni ber, buni ber, uni ber, buni ber deysan. 2 rakat namozni ham rasvo qilding dedilar. Shuncha narsani Xudodan so'raysan. Shu ham ibodatmi dedilar. Dedilar. Masjid musulmonlarga muhtoj emas. Musulmonlar masjidga muhtoj. Allohu akbar deb chiqib ketdilar. Biz Xudo bilan tijoriy aloqa qilamizmi? Biz Xudoni tijorat sherigimiz qilyapmizmi? Ey Xudo, ana buni ol. 115 ta Fatihani menga ana buni ber. Ey Xudo, men inno fatahnoni 50 marta o'qiyman, meni savdomni oldini ochib berasan. 50 marta o'qidim, savdomni oldi ochilmadi. Demak, sen to'lovni qilgansan, Xudo seni tovaringni bermagan, shundaymi? Bu xatarli e'tiqod bu. Alloh taolo shuncha ne'matlarni bizga to'kib sochdi. Biz Xudo bilan savdolashamizmi? Shuning uchun Alloh taoloni Qur'oni Karimda qanday vasf qilingan bo'lsa, payg'ambar alayhissalatu vassalom Qur'oni Karimda Allohni qanday vasf qilgan bo'lsa, shunday Xudoni tanimog'imiz darkor. Biz Xudo bilan
oldi berdi qiladigan darajadagi jur'atga keldikmi bugun? Faloncha domlaga bordim, faloncha domla aytdik, falon ishni qiling, baxtingiz ochiladi. Ochilmayapti. Ha, demak siz to'lovni qildingiz, Xudo nima qilmayapti? Xudo uni evazini bermayaptimi? Shunday bo'ladimi? Alloh panoh bersin. Ehdinas sirotal mustaqim degan so'zga mustahkam turmog'imizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Hammamiz Xudoga muhtojmiz. Bersa beradi, fazli bilan. Bermasa bermaydi, adli bilan. Berganlarni ham sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Aytayapmiz, 1 million odam, yigit qiz nobud bo'lib ketdi. 1 million. Onalar jinni bo'ldi. Otalarni sochi oqardi. Maybi majruh bo'ldi. Ayollar ersiz qoldi, bolalar yetim qoldi. Alhamdulillah, bu ne'matlarga shukrona qilmog'imiz, Alloh taoloning fazli marhamatdan so'ramog'imiz darkor. Allohga ibodat qilaveramiz. Alloh payg'ambarga nima deydi? Va'bud robbak hatta ya'tiyakal yaqin. O'lguningcha Allohga ibodat qilavergin. Payg'ambar alayhissalom aytmadilar. Nima berasan demadilar. Alloh ham nuqta qo'ydi, surat tugadi. Falon narsani beraman demadilar. Alloh taolo. Nima uchun? Ey bandam dedi, seni yaratdim, dunyoga keltirdim, aql berdim, islomiyatga seni qo'ydim, ibodat qilavergin. U yog'ini o'zim bilaman. Ar-Rahmanur Rahim zot. Alloh taolo iloho hammamizga ko'p yaxshiliklarni bersin. Xudoning ibodatini, toatini qilmoqlikni, hamisha ilohiy amru farmonlarda sobit bo'lmog'imizni Alloh hammamizga nasibu muyassar aylasin.